Milliy inqilob peshvosi Maqsud Muhitining jasur o'g'li Abdurashid Muhiti. Abdurashid Muhiti Maqsud Muhitining ikkinchi o'g'li bo'lib, 1918-yili Turpan Ostonining G'o'jamaldi mahallasida tug'ilgan. 1925-yildan 1930-yilgacha otasi ochgan Maqsudiya maktabida o'qigan. 1931-yili Amdili 13 yoshga kirgan Abdurashid otasining orzusi bo'yicha 15 yoshlik akasi Anvar Muhiti bilan birlikda Jiroq Tianjinda o'qish uchun yo'lga chiqqanida Lanjuda Tungan bandit Majungying tarafidan tutqun qilinib, mollari va naqd pullari bulangan. Ammo ular shu yil yozda Xitoydan Sharqiy Turkistonga olju to'plig'ili chiqqan Majungying tarafidan Qumul qo'zg'olonchilarining rahbari Xo'janiyaz hojiga topshirib berilgan. 1933-yili 8-mart sahar vaqtida otasi Maqsud Muhiti Lükçün sepilini qorshib olgan Shingsay banditlarga qarshi urushda mardlarcha shahid bo'lgandan keyin Amdili 15 yoshga kirgan Abdurashid Muhiti qo'liga qurol elib milliy ozodlik inqilobiga qatnashgan. U shu qitim rasmiy askarlikka qatnashgandan keyin Qumul Turpan, Mori, Jimisar, Gochung, Pichan, To'qsun, Kumush, Qorishahar, Bag'rash, Korla, Bugur, Kuchar, Shayar, Oqsu, Uchturpan, Payzovat, Maralbeshi, Qashqar, Yengisar, Yakan ve mekitlarda Shingsay ve Tungan bandit Majungyingga qarshi urushlarga qatnashgan. 1934-yili 7-oyda butun Qashqar viloyati general Mahmud Muhitiga ayirib berilganda u tog'isi bilan birga Qashqar shahrida turib qolgan. 1935-yili Mahmud Muhiti Abdurashidni ikkinchi qarorliq Uyg'ur o'quvchilar qatorida Toshkentdagi O'rta Osiyo oliy maktabiga o'qishga chiqargan. Shu qitim 12 Uyg'ur o'quvchi tasdiqlangan edi. Bularning ichida Sayfiddin Azizimi bor edi. Abdurashidmi akasi Anvar Muhitiga o'xshash mazkur maktabning ma'muriy huquq fakultetida o'qigan. U 1937-yili 7-oyda boshqa bir qism savodoshlari bilan birlikda o'qish bitirib Ürümchiga qaytib kelganida Ürümchi vaziyati jiddiylashib ketgan edi. Abdurashid qilchi tamtirmasdan ulug' otasi Maqsud Muhitining orzusi bo'yicha ma'rif oqartish harakatiga o'zini atab, akasi o'qituvchilik qilayotgan 6-o'rta maktabda o'qituvchilik qilgan. 1938-yili 10-oyning 11-kuni Xo'janiyaz hoji qatorliq 111 nafar tayanch zot tutqun qilinganda Abdurashidmi xoinning pushti degan haqorat bilan tutqun qilinib turmaga tashlangan. 1939-yili uning salomatlik ahvoli qattiq yomonlashib ketgachga doiralar uni qo'yib bergan. Abdurashid turmadan chiqqandan keyin darru Sovetga yoki boshqa chet davlatga yo'l olmasdan, balki kindiqqini to'kilgan otasining ajri ko'p singan Turpan Ostoniga bo'libmi shu yerdagi otasi qurgan Maqsudiya maktabining o'rniga ta'sis qilingan o'qituvchilar kursiga kelib, tan salomatligining qattiq nacharlashib ketganiga qaramasdan dars o'tishga boshlagan. Uning bu xil ro'yi kursdagi barliq o'qituvchilarga cho'nqur ta'sir qilgan. Chunki muhitiylar jamoatining beshiga shuncha ichinishlik fojialar kelayotgan, hatto avam ular bilan salomlashib qo'yishdanmi qo'rqadigan ashundaq ansiz va qo'rqinchli kunlardagi bu xil milliy ruh ularning ruhiyatiga va zehniyatiga cho'nqur ta'sir qilgan edi. Amdili 21 yoshga kirgan yosh yigitdagi qo'rqimsizlik, mardonalik, fidokorlik va beg'ishlash ruhi o'qituvchilarni birdek qattiq ta'sirlantirgan. Natijada 1937-yili kuzdan boshlangan cho'ng terrorlikning ta'sirida yuragi mujilib ketgan Turpan Uyg'ur ziyolilari 1940-yili yana qaytadan esini va zehnini to'plab, xalq oldidagi burchini ado qilishga bel bog'lagan. Turpandagi bundaq zo'r ijobiy o'zgarishga qattiq diqqat qilayotgan
ve bu o'zgarishning yanada o'ziga qarshi harbiy va siyosiy kurashlarda sapning oldidan o'rin olgan muhitiylar jamoatining jasur o'g'loni Abdurashid ekanligidan qattiq aloqazodi bo'lgan Jallod Shingsay 3 yillik hayvisining turpanda bichit bo'lishga qarab mang'iniga chidab tura olmay Abdurashidni davolayotgan doktorni qiyin qistoqqa elib uning bir tal zaharlik okuli bilan 1940-yilning sovuq bir kuni Abdurashidni qaslab yo'qotgan. Xitoy Shingsay muhitiylar jamoatiga shuncha chidg'usiz ziyonkashliklarni solgan bo'lsa-mu, lekin yanala Sharqiy Turkistondagi mustabid va fashistik hokimiyatini qo'g'dab qola olmadi. Chunki Maqsud muhitining milliy ruhi va asoratga qarshi adoqchi kurash qilish ruhi butun Uyg'ur jo'grafiyasini qoplagan edi. Oqibat 1944-yili 8-oyda Yoshurun milliy kurashning tunji pay oshkori o'qi Nilqi tog'larida etildi. Orqadanla bu o'q ovozi Uchburjak Nilqi tog'laridan halqib, Shimoliy Uyg'ur jo'grafiyasining hamma yerida yangrashga boshladi. Oqibat 11 yillik sherin jannatidan bir kundala mahrum qolgan Jallod Shingsay 1944-yili 11-sentabr Jankashining himoyasida Xitoyga qochib ketdi. Uyg'ur xalqi boshqa ezilgan qarindosh xalqlar bilan birlikda shu yili 12-noyabr G'ulji shahrida Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini qurib qolmay, yana texi shu chog'dagi dunyodagi 5 cho'ng harbiy kuchning biri bo'lgan Xitoy Gomindang ishg'oliyatchi armiyasining Yaponlarga qarshi 8 yillik urushlarda pishib yetilib, yengilmas qo'shin deb atalgan butun jangovar qismlarini 2 oy ichida to'liq bichit qilib, butun Xitoyni, hatto o'z zamonasidagi Sovetlar ittifoqini hayron qoldirgan edi.